Mening ismim Adam. Etner padşahlığının şahzadesi. Bu yerda sirliq Galiskar qalasi bor. Bu yo'lbos mening eng yaxshi do'stim. Menda sirliq kuch-quvvat bor. Lazım bo'lganda shamshirimni chiqarib, qattiq tovlayman. Bana kuch-quvvat ato qildi! Bu çağda yo'lbos Arish yo'llisiga aylanadi. Men Hiymanga, olamdagi eng qudratli odamga aylanaman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shotutberi so'zsiz. Yasavul, Dinki va Olko 3 kishini biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilanta qalasini kelgan olvoslar bilan kurash qilamiz. Haha, ben bu yerga tez geldim. Kudretli cilga. Bu çoğunkuş cezmen Luigi mi? Bu cilga qaraydı. Tacavuzculardan qo'rqaydi. Rivayette şundak deyilgan. Eğer balısını o'g'ilmoqchi bo'lsam, erkitim tiz bo'lish kerak. Sen tuqqandan keyin men u bolaga mening ko'rsatmamga bo'ysunishni o'rgataman. Bu seningdek cho'ng bo'lganda mening cho'ng xonimim bo'ladi. Bütün itler ko'rib qo'ysin, ko'rib qo'ysin. Adam, bu korkunçlu ovoz rasmdagi qor burkutnikiga o'xshaydi-ku. Berikel Arish yo'llisi, o suratdagi qor burkuti. Oh, Adam, tez qaranglar. Oh, yo'q. Meningcha u rasmdagi narsa emas. Bu yoqqa kelinglar, hargiz ansirmanglar. U qudratli jilg'ini qo'g'daydigan Luigi-mi? Biz hozir bu yerdan ketolmaymiz. Bağlışamsa. Arish yo'llisi. Adam beni boyutma. Xotirjam bo'l, men seni tutib oldim. Seni tashlab etmayman, do'stim. Dila, men qandoqlarcha odam bilan bu nasbasqayaga kelib qoldim. Bu yoqqa kelgin do'stim. Jilg'idagi buloq suyining har yilda bir qitim etilib chiqadiganligini so'zsiz bizga aytib bergan-ku. Bugun suv etilib chiqadigan kun. Sen berib suv ichgin. Sehr seni Hiymanga o'xshash botur ham kuchli qilib talaydi. Oh, sen qandoq deysan, Arish yo'llisi? Ishlamayapti, men cho'qinadigan mabut Hiyman. Sen rastlı şundaq his qıvatamsa deyla. Bir nima deyish qiyin. Biroq hamma narsa burunqida yaxshi bo'lyapti-ku. Sovuq shamol chiqsa bo'ladi. Issiq shamol chiqyapti. Jazman jilg'idan kelgan. Tezroq bo'laylik. Agar kechiksak yana 1000 yil saqlaymiz. Biroq hech qaysimiz unchalik yashay olmaymiz. Axir erishadigan bo'ldim. Bu mening o'ylig'imdimi cho'nka? Uning apis kelishdan burun bu yerdan tezroq ketay.
To'g'ri, mushi yerda. Nima? O senin sihir puntanın mı? Qaraganda qupquruqli turdi. Sehr suyimi ko'rinmaydi. Meningcha umid yo'qdek qiladi. Bu suv 1000 yilda bir qatim chiqadi. Lekin men so'zsiz aniq vaqtini aytib bermagandi. Yaxshi, o yaxshi tezroq chiqsin. Bo'lmasa biz qushning lazzati taomi bo'lib qolamiz. Tezroq tug'in erish yo'lisi. Biz u qushga chiqilmasak, u nimishga bizni avar qiladi ekan? Menimcha biz loyining opisiga chiqilmagandan keyin uningga dab boqmamsa. O nimishki mangla agishib oldigandu. Yana biraz avarchilik quturgan o'xshaydi. Yetib ol. Sen kim? Men deyla, ular mening do'stlarim. Odam bilan erish yo'lisi. Ben danavaz. O qush nimishki mangla agishib oladi zadını bilmedim. Ehtimal u sehrli buloqni qo'g'daydigandu. Sen mi kuch quvvatga erishish uchun kelganma? Şundaq. Aytishlar qaraganda bu yerning suyini issa kuch quvvatga erishidi ekan. Albatta, men kuch quvvatga tayinib yovuzlar bilan jang qilaman. Lekin buloq ko'zi qayerda? Buni bilgim keldi. Ostimizda bor. U itilib chiqqanda ondan bilamiz. Qaranglar, u yana keldi. Hey do'stim, endi qobiliyatimizni ishlatadigan vaqt keldi. Sehr suyining chiqishini kutib tursak bo'lmaydi. Yana keldi. Asta. O nimishqa bizdan neri ketolmaydigandu. Bolasini qo'g'dayotgan o'xshamamdu. To'xta. O'xjondiki nima u? Xeyma, erish yo'lisi. Sizlar vaqtida keldinglar. Bu g'alati maxluq bir ayolga tahdid silyotdi. Men uni qo'g'day desam, kuchim yetmadi. Tezman do'stim. Ben sehr suyunu içkendan keyin karomatimni ondek ko'rsam. Do'stim, cho'qqiga o'milab chiqib loyining opisiga ayt. Biz uningga ziyon yetkazmaymiz. O bizning tilimizni uqsa bo'ladi. Bu neymiş? Adam! Erish yo'lisi! Sehrsiz chiqdi! Qonga chiqib bo'linglar! Tez bo'linglar! Qilsin ish, rivoyat butunlay to'g'ri ekan. Hey, erish yo'lisi, uqsamagansa, bu bilsin, bilmasin, biz Dilaga yordam berishimiz kerak. Qudratchilig'idan bir qarman chiqsa, men uchun yetarli. Loyni opisi delishib saravulay deb qoldi. Danavas uning bolasini o'g'irlab ketdi. Nim bo'ldi? Bu meningcha ishinish qiyin. Ajoyib ish. Bu to'g'ri, sehrning roli. Bu yoqqa qo'zg'al. Sehrning kichik qushni cho'ng'aytib etishiga ishongim kelmaydi. Bu nima degan cho'ng? Yangi sehrimga rahmat. Sen butunlay meni tizginlashimga o'tding. Bu chatoq bo'ldi. Suyuq. Hemen bilan erish yo'lisi qahramon bo'lish fursatiga erishibamiz. Endi Xeyman bilan erish yo'lisidan ehtiyot qilish kerak. Dila, chatoq yo'qdi. Men yaxshi, lekin odam bilan erish yo'lisi qanday bo'ldi? Ram qilma, ulamini ayt yaxshi.
Menimce bu yerden keçimiz gerek. Heyman! Bu kişini çöğüştürdüğün sayahat oldu. Qandaq sayohat ko'ngillik bu Heyman. Gep ketmeydi o danavas. Hakikaten tesirlik. Ben baxuşaq, sen tügeçti. Ben bilen kırışvatkan nemi o? Nemidiga qattiq bo'ron bu Heyman, ha? Qandaq. Ah, danavas. Emdim bu şundak bolsa rastıllık haterlik. Ah, birdi pırsat bak, sınap bakay, tez. Eğer bu kalsa... Aa! Erşi yolusi, qara! Heyman! Heyman, gayret kıl. En yaxşısı kuştun üzerine derhal çetki alayım. Hey! Toktap dur! Biraz küçük olay! Vah! O g'alaba qildi! Heyman o g'alaba qildi! Aha, yaxşı oldu Heyman. Değil o! Her şey olursa yol ne la? Oho, o çişti. Sen işinin bu mu sen Heyman? Ah, ben nahayet yaxşı her şey olursa, lekin bazılarının yanı sınak kılışını teşebbüs kılmayım. Ben mısına bakay dedim, lekin sana okşaş yüreklik emas ben. Yaxşı. Kalma. Senin kaçıp ketişin fakat vaqtliq. Heyman, biroq ettir podshohligining kuni oxirlashadigan bo'ldi. Podshoh bilan xonish dengiz tarafda. Yasaul bilan qo'shinning tayyorligi yo'q emasmi? Ular Okon ordu qaytirib o'tibdi. Hozirgi tushadi ekan. Oh, Noidima, u yana qaytib keldi. Her şey olursa bu yakı gel. Neymiş oldu iken qarab bak. Ben ulanın nemi deginini bilime, umuminin gipimini düşünü da. Qandaq oldu? Danavas onun balısını tutup getip de o balısını kaytırıp gelmekçiyim. Ben onun yardımını iştiralığımızı ettim. Ondaq bolsa deyla, sen yeni dostlarımız bilan orada qaytыңla. Lekin odam u. Adamda g'am qilma. Ularning xabarini olmoq uchun bu yerdan ketmaymiz. Biz orada ko'rishaylik. Direkt bağın. Şahzada adamlar bütün podshohlik mening oyog'imga bosh qo'yidi. Mening buyrug'imni anglaydi. Anglayapsizmi? Oh, yo'q. Heyman bilan Ersh yo'lis batarab qilmang. Gapimni uqdingmi? Oko, sen qayerda? Tezqaratiylar, biz hujum qo'shirdim. Uqdim. Sening ostin karavotga diqqat qildim. Biroq biz tezroq mangayli. Ular keldi Oko. Nima qilish kerakligini bilishing kerak. Bizni tutuverishga bu narsalar asqatmaydi. Tez bo'g'in. Biz uning ostida uchib o'tib ketamiz. Aa, tutib oldim, deylar, tutib oldim. Chiqqanlar meni tushimga daxl qildilar. Ishlik demishimni to'langlar. Qara Oko. O'qish nihoyat xatarlikkan. Nima xatarlik? Bu yerda ketaylik. Heyman bu yer bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Tezroq bol Ersh olursa, Etmirning ilanlarını sendan yaxshi yuguraydi. Ha, ben aslı olsam piyadı mangır. Nima, bu ovoz boshqacharoq qiladi bu. Toğra, o loğaycım o. Dela onun bu yer gelip bizni ip ketişini tapıl attı. Dela bizning munch tizkildiralığımızı oylamagan bu etti. Deylar meni tutib ol. Men chiqib ketdim. Oko. Sen neymiş kutib chiqma
uçmasa. Uçmaysan? Oo, isim sana rahmet. Dila, Oko. Heyman. Tez bol. Sosrasının yanığı bak. O seyir bilen cilginin kudurtunu kolunu versin. Loy Jim o sizleri başlap basın. Dila, ben kalp kılıp kıymen yardımını şey deymen. Keyingi qitim, Oko. Men sana va'da qilay. Dila bilen Oko kepti. Kichik qush Loyni qutqizadigan zahar qaytirish doğrusunu o'ylab baqay. Faqat ashunda qolgandila uni apisining qishi qaytirg'ili bo'ladi. Hiliqi Danavasga kelsak, to'g'ri, uningga boshqa turmay. Qayg'uni yengiltish, bir oz mehribonlik. Onaning tushunishi, bolaning yig'isi. Dila, ben yeni çınaşlık vereleyim. Ular keldi. Kelgini bek yaxshi bo'ldi. Oko. Kerak yo'q deylar. Oko'ga zahar qaytirish to'g'risi bir oz to'kilib ketdi. Asli u sangi tayyorlangan. Danavas uchun boshqa turmayli. Sehr suyining roli qachonli bo'lmasin yo'qiladi. Xuddi Oko asli kelganga o'xshash. Neymiş bu oldu? Minunca. Yirika, Oko. Rahmat sana so'zsiz. Onu düşürüvetkin. Oh ya. Oh benim amalım kalmadı. Her şey olursa dikkat kıl. Oh ya, oldu kıl. Rabbime her şey olursa bana ben geldim. Yaxşı oldu hemen emdi ben demiş kılıma. Meningcha hazır güçlü merkezleştirdiğin vakit. Aşk istövende neymiş kılıvatıdı o? Ya bol her şey olursa. Bunda aldıratma. Senin yakışırak amalın var mı? Ha, hazır. Her şey olursa kaçtı. Bırak hemen. Sen yenili benim kulumda. Heyme bunu tutma ben bu nerseğini başkuramayım ben. Tutur her şey olursa ben amal tapay. Oo senin bu nerseğin beni şıktırgan uçmamdı. Ben bu yerinin sap havasını yakış görme. Bırak menzir görüşünü yaktırışımla atayın. Sen... Senin kövgünü bir intayı hoş al ben. Beni yer düşürüp koy. Düşürüp koy. Bu da ahır yergi düştüm. Yerzimin ben sana taynime. Seni söyleme. Ben bu dersin onun görüşünü bitkilmem. Qani, hünerini ko'rayli. Heyman, zahar qaytirish to'g'risida keldik. Yaxshi qipsizlar deylar. Ağzını yuqaraq aç Loy. Menimcha doğru yeydigan vaqtim bo'ldi. Doğru önümbedi. Seni yuğan bolsam o lekin qalbi kichik Loyga o'xshidi. Endi mening o'ylig'inimdek baxtlik oila bo'ldi. Bırak, Danavas'ı bergen doğru kalmadı. Unutib qoldingmi, Oko? So'zsiz uning tendi kuch-quvvat o'zligidan yo'qaydi degandi-ku. Mushundaq bo'lsa, u bu yerda eskish qilinmaydi.
Andish qilma Xeyman. Men bu saboqni qabul qilaman. Men butun kuchim bilan jinoyatimni yuvishga tirishiman. Men butun hayotimni gunoyimni yuvishga ishirdim. Bu rost. Dostlarınız bilan birga sayohat qilish intayin ko'ngillik ish. Lekin echinishlik shuki, ba'zilar ojiz va kichik hayvonlarga ziyon selish orqali ko'nglini xush qiladi. Bu hikoyamizdagi Danavasga o'xshash. O Loy Jimoning kichik bolasini o'g'irlab nurg'un eski ishlarni qildi. Shunlashqa bundan keyin go'zal joylarga berib qong'ichi o'ynasangizmi, lekin yaxshi ko'rganda narsangizni olmang. Shunda qilsangizmi go'zal narsadan o'xshashli huzur ola olasiz. Xayr xo'sh do'stim.